Yo, hammangizga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha men Longer King bilaman va bugungi videomizda do'stlar 100 kun survival qilamiz. Qanday unday bitlab ketdik. Birinchi bo'lib biz albatta daraxt chopib oldik va tosh ham. Endi esa mana shuncha tosh kovurlagandan keyin bu chuqurdan chiqib olamiz. Va ko'rib turganingizdek atrof. Men ko'mir topdim. Endi yana ko'mir topdim. Shu yerda tunab qolaman, sababi kech tushmoqda. Men o'zimga kravat yasadim va uni rangladim ham. Buni ko'rib turibsiz. Men ko'k gulni ham olib olgandim va endi bunda uxlash kerak kravatda. Xo'sh. Va nihoyat bizning birinchi kunimiz. Yes. Men o'zimga aslaqa yasadim. Va ovqat pishirmoqdaman. Endi esa men shuncha aslaqa yasadim. Va ikkinchi tun boshlanmoqda. Men uxlashim kerak, hozir uxlamoqchiman. Va mana men yana bitta rang topdim. Va yana qizil ham oldim. Axir bu ham rang. Buni hozir esa nima qilishim kerak? Men mana 4 ta kravat yasab oldim va ularni ranglay boshladim. Bular ortiqchalik qilmaydi-ku axir. Va sariq rang ham bizga asqotadi. Xo'sh, va nihoyat bizda full braniya bo'ldi va nihoyat. Endi esa biz kravatni yotib uxlaymiz. Va endi 3-chi kun boshlandi. Men kun topdim. Lekin u yerga kirmaymiz. Kirmaslik kerak. Va mana bu tomonda toshli zonadan mis topdim. U atigi bitta ekan. Bir dona-ya. Men jungle zonasidan tarvuz topdim. Endi esa bu yerdan ketish kerak. Xo'sh, mana orolga ham yetib kelib oldim. Va bizning 4-kun. Turdik. Va endi men bu yerda uy qurmoqchiman. Uyim deyarli bitdi va 5-chi tong otmoqda. Va mana 5-chi tong. Xullas, mana 6-chi tong otmoqda hozir. Mana xo'sh, unda boshladik. Do'stlar, hozir meni zombilar o'rab olgan, kech tushdi. Men nima qilishni bilmayapman. Pastimda creeper. Pastga tushsammi? Menimcha o'lsam kerak. Ana bu yoqqa sakramoqchiman, ammo qanday qilib pastga tushaman? Tavakkal. Vay. Tezda uxlab yubordik. Narsalarimni olib, ana endi tomni qurdim. Va endi 8-chi tong otmoqda. Aniqrog'i 9. Men o'zimga kon ham yasab oldim mana, kichkina. Va uyimiz ham bitdi, endi uxlaymiz. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, like bosib obuna bo'ling va kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, mana hozir men sizlarga uyim ko'rsatyapman. Mana shunday. Va men tom ham qurdim bunga. Mana ko'rib turibsizki, fakkellar ham o'rnatdim. Tomni shiftni yopib qo'yaylik. Mana meni uyimning ko'rinishi. Ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib like bosing. Sog' bo'ling, salomat.